Meyitni qabrga shahodatnoma bilan birga qo'yish. Savol. Assalomu alaykum. Meyitni qabrga shahodatnoma bilan birga qo'yish to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning oila taobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlarga bo'lsin. Bu ishning asosi borligini bilmayman. Ya Qur'on, ya guvohnoma, ya maktub, ya boshqa har qanday narsa bo'lsin, meyitni kepandan boshqa narsa bilan birga ko'mishga bo'lmaydi. Birga ko'mgan taqdirdami uningga foydasi bo'lmaydi. Meyitga yetadigan faqatla o'zi qilgan amal ibodat, qoldirib ketgan foydali ilm, sadaqa, vaqf va qatorliq solih amallardir. Shundaqla farzandlari va yaqin yo'riqlarining uninga mag'firat va jannat tilab ixlos bilan duo qilib qo'yishi, uninga atab sadaqa qilib qo'yishi, uninga atab haj umra qilib qo'yishi, tutolmay qolgan ro'zalar bo'lsa, uning uchun tutib qo'yishi qatorliq ishlarmi meyitga intayin foydali. Agar meyitning qarzi bo'lsa, farzandlari va yaqin tuqqanlarining uni to'lab qo'yish majburiyati bor. To'lab qo'ysa, bu meyit uchun eng foydali sil-rahim bo'ladi. Yuqorqidek meyitga foydasi yetadigan nurg'un ishlar to'g'riliq shahodatnoma bilan birga qo'yishdek bid'at ishlardan saqlanish lozim. Vallohu a'lam bis-savob. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Fatvoda Dr. Abdul Aziz rahmatulloh. Fatvolar majmuasi 2-tom. 127-numberlik fatvo.